Qo'rg'ondan Mirzahakim To'xtamirzayev chiqqan. Yana bir ajoyib Bahriddin Zuhurdinovlar kabi chiqqan. Mana endi siz chiqib kelyapsiz. Alloh nasib, siz ham podpисчиklaringiz ko'payib, muxlislaringiz bundan-da ko'paysin. Rahmat. Xo'p, menga nima o'zgarish bo'lyapti dedingiz? Siz mana bir yilda bir yo ikki marta kelasiz. Ha, shunaqa. Kam keldi. Har kelganingizda nima o'zgaryapti? Nimani sezyapsiz? O'tgan safar sentrga chiqqanda juda ham shaharlashganini sezdim. Uchqo'rg'on sentrimizni. Haqiqatan o'zim ham istoriya qo'yib ketdim. Shunday istoriya qo'ydim, shaharimiz o'zgarish bo'lyapti deb. Yo, hozir men yangi eshitib qoldim. Mana shu daryoyimizda Norin daryosi bizdan oqib o'tgan. Nimadir qurilyapti-kan deyishyapti. Shu nima qurilyapti aka? Sizga qo'yib berganda qaysi proyekt mana shu gap kelgan bo'lardingiz? Qaysi shaharga o'xshaydi dunyodagi? Xo'p, Mash turishi. bunchalar buyuksan Istanbul deydi. Istanbul desa bo'ladi, ha? Siz o'shanda Po'lat Alanlar bo'lasiz. Shunaqa aka. Aka, xudo xolasa mana shu so'nggi 3 yil ichida biz katta loyihalarni amalga oshiryapmiz. Mana shu daryo bo'yi prezidentimiz topshirig'iga asosan ikkala beti ham 24 soat xizmat ko'rsatadigan xizmat servis ko'chasiga aylantiriladi. Ha, yo'q-a? Bundan tashqari xabaringiz bor, ozgina yurgandan keyin o'rtada orolchamiz bor. Bilaman, bilaman. 100 gektarlik turizm zonasi quriladi ana shu joyga. 20 gektarga ko'p qavatli uy quriladi. Bundan tashqari yana bitta sir aytib qo'yay. Mana ustekisimiz bor-ku. Ana shu mashhur jinsa ishlab chiqaradigan matoni o'sha joyga olib kelyapti. Yana 5000 ta ish o'rni yaratilyapti aka. Juda zo'r. O'zi ustekis tushganda rosa xursand bo'lganman, chunki mana shu Uchqo'rg'onimiz ancha odamlar ish bilan ta'minlangan. Mana endi bu yoq dam oladigan zona bo'lar ekanda. Har kuni mashinadasiz. Endi mashinada olsangiz vaynerlaringizni ijodchi. Yana bitta narsa. Siz uchun O'zbekiston hududidagi eng katta bozor qaysi? Optim bozoriga deylik. Optim ipodrom bo'lsa kerak. Ipodrom. Shu ipodromni Uchqo'rg'onga qursak nima deysiz? Bo'laveradi. Nimada tamojnida qurilyapti. Tamojnida xudo xolasa 100 gektar maydonda qurilyapti. Uni ko'rdim, ha, ko'rdim. Juda ham chiroyli tushibdi. Tamojnining oldiga tushibdi. Xudo xolasa do'stlar ko'ryapsizlar, Uchqo'rg'onimizda juda katta o'zgarish bo'lyapti. Mana prezidentimiz tashabbus, hokimimizni mana shu nima qilishlari bilan katta o'zgarishlar bo'lyapti-kan. Xudo xolasa endi turizm shahariga aylanish shekilli Uchqo'rg'on.